Men seni normalniy mujik deb bilaman. Jigaring yaxshi chiqmadi lekin. Yo'q aka, menimcha noto'g'ri tushundingiz. Menga fuflo dorini tiqib yubordi. Ammo mehmonlarim oldi uyalib qoldim. Jam unaqa bola emas aka. Menga qara, men seni hurmating tegmadim. Nahot 23 yil kutgan, orzu qilgan hayotim mana shu edi. Kam. Sekin borib ishlaringni qilaver. Kerak bo'lsa o'zim topib olaman. Sezosdan jigaringni qatdan olib chiqib ketayotgan. Xo'p aka. Dunyo, aqlingni yig'. Oilang uchun kurash. Hozir bilib, prям sizgacha emas-da, yoqmayapsiz o'zi. Xo'jay, mumkinmi? Oka jigarini olib ketdi. Aytganingizdek upakovka qilib berib yubordim. Xatga olib ketdi. Bilmadim. Nimaga bilmaysan? Allaga har bitta narsani bitta aytish kerakmi? Menga qara ikki o'yinam. Bularni har bitta qadamidan kursda bo'lishim kerak. Tushunasanmi? Turma. Bor, qara. Butun polyushimiz qoldi. Ani kashshagan holatda tushging kelyaptimi? Ketdi u. Umid o'zingmisan? Ke? Bormisan? Ha, bir bolalarni yo'qlab qo'yay degandim-da. Xush kelibsan. Tinchmi? Yaxshimisan? Qanaqasan? Ha? Bolalar seni shaharda bilardda ko'rayotgan ekan bolalar. Urovingda jigarim, uroving. Yaxshi. Yoki bizani sog'gani keldingmi, og'ayni? Endi burning hamma narsaga tiqavermagan-san. Ko'ringlar jigarim, ko'ringlar. Duxiylar yetsa bosib yuboramiz-a. Xohlasang, Masharaz bo'yidan 6 ta sharur beraman. Ja, 6 ta emasdir, og'ayni. Samneniya o'sa $100 ketdimi?